Ayol uyda o'tirsa, deylik, farzand tarbiyasi bilan band bo'lsa, hech qayerda o'qimasa, lekin shu bilan birgalikda bir xonadonning bekasi bo'lganida o'zini mutlaqo keraksiz, juda zerikarli, hech kimga qiziq emas deb his qilishi bu juda katta fojia. Har bir ayol o'ziga savol berishi kerak. Men qiziqarli ayol bo'lishim uchun, men rivojlangan ayol bo'lishim uchun nima qila olaman? Eng muhimi, o'zimni jamiyatga, oilamga, o'zimga foydali his qilishim uchun nima qilishim kerak degan savol ustida to'g'ri ishlashni o'rganishi kerak. O'zimizni foydasiz his qilganimizda ko'p paytda aybdorlarni izlashni boshlaymiz. Erim aybdor, meni uyga o'tkazib qo'ygan. Qaynonam aybdor, meni ishlashga qo'ymayapti. Bolalarim aybdor, chunki ular hali kichkina va men rivojlana olmayapman, o'sa olmayapman. Lekin hammamiz bilamiz, uyda o'tirgan holatda rivojlanayotgan, uyda o'tirgan holatda juda katta bizneslarni qo'yayotgan bir nechta qizlarni va ayollarni bugungi kunda Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda o'ylaymanki, siz ham kuzatyapsiz, siz ham ularni ko'ryapsiz. Va aslida ayol bir narsani juda qattiq istasa, unga hech narsa to'g'anoq bo'la olmaydi. U o'zining rivoji uchun aslida bahonalarni emas, balki imkoniyatlar eshigini izlashi kerak.